Karis erim miqatligimda tashlab ketdi. Hi guys, salom yaxshilar. Koreyaga student bo'lib kelganman va o'zimdan 1 yosh kichkina karis bolaga turmushga chiqqanman. Biz pochtada, ya'ni Tekpay degan joyda tanishganmiz. U yerda men oddiy ishchi bo'lib ishlar edim, erim esa menejer bo'lib ishlar edi. Bir kuni tanishimga, "Voy, ana bola chiroyli ekan, chiroyli kiyinar ekan" deb aytgan edim. Tanishim esa erim yoniga borib, "Seni xona qiz chiroyli deyapti" deb aytgan ekan. Shundan keyin erim yonimga kelib, ismimni, yoshimni va Instagramimni so'radi. Men esa albatta berdim. Shundan keyin birga ishlab yurardik. Instagramdan ba'zida yozib turar edi. Instagramdan telefon nomerimni so'ragan va nomerimni ham berganman. Shundan keyin biz 3 oy gaplashib yurganmiz. Bir kuni erim menga turmushga chiqishga rozi bo'larmiding deb savol so'radi. Men juda ham hayron qolganman, chunki Koreyada 30 yoshdan oldin hech kim uylanmaydi va turmushga chiqmaydi. U paytda meni erim endigina 24 yosh edilar. Shuning uchun hazilga olib, "Ha, chiqardim" deb aytgandim. Keyin 1-2 kun o'tib, erim telefon qilib, "Tayyor bo'lib tur, meni ayam bilan ko'rishtiraman" deb aytdilar. Shunda ham ishonmadim. Mayli deb salonga borib, sochimni kestirib, bo'yatib olgan edim. Keyin kalta ko'ylak olib, o'shani kiyib bormoqchi bo'lgandim. Shunaqa qilib erimning onasi bilan uchrashdik. Davomiga qiziqayotganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar.